Avstraliya lotincha Australis, ya'ni janubiy degan ma'noni beruvchi, to'liq janubiy yarimsharda joylashgan materik. U eng mitti materik bo'lib, shimoldan janubga 3200 kilometrga, g'arbdan sharqqa 4100 kilometrga cho'zilgan. Maydoni 7,704,500 kvadrat kilometrga teng. Materikni g'arb, shimol va janub tomonlaridan Hind okeani, sharq tomonidan esa Tinch okeani o'rab turadi. Avstraliya odam yashaydigan materiklar orasida eng keyin kashf etilgan. Yevropaliklardan birinchi bo'lib Avstraliya quruqligiga qadam qo'ygan kishi gollandiyalik Willem Jansendir. U 1606-yilda Cape York yarim oroliga keladi. Shu sana Avstraliyaning kashf etilgan vaqti sifatida geografiya tarixiga kirgan. Avstraliya ham Afrika singari qadimgi geologik o'tmishda Gondwana materikining bir qismi bo'lgan. Mezozoy erasining oxiriga kelib, Avstraliya mustaqil materik tariqasida shakllandi. Materik asosini qadimgi qattiq va mustahkam platforma tashkil etadi. Keyingi tektonik harakatlar natijasida Yangi Gvineya, Tasmaniya materik orollari quruqlikdan ajralib qolgan. Platformaning zaminida temir, mis, qo'rg'oshin, rux, uran rudalari, qalay, oltin, platina kabi rudali qazimalar joylashgan. Cho'kindi jinslar bag'rida fosforit, og'och tuzi, tosh ko'mir va qo'ng'ir ko'mir, neft, tabiiy gaz tarkib topgan. Avstraliya temir va rangli metallar, boksit, qo'rg'oshin, rux, nikel hamda uran zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadi. Avstraliya relyef tuzilishiga ko'ra 3 qismga ajraladi. Birinchisi G'arbiy Avstraliya yassi tog'ligi. Ikkinchisi markaziy tekislik bo'lib, u materikning eng past va yassi tekisliklaridan iborat. Materikning eng past joyi Er ko'li ham shu yerda. U dengiz sathidan 16 metr past. Materikning sharqida uzoq masofaga cho'zilgan 3-tog'li qismi Sharqiy Avstraliya tog'lari. Bu tizmaning eng baland joyi janubiy qismidagi Avstraliya Alpi tog'lari hisoblanadi. Kosюshka cho'qqisining balandligi 2230 metrni tashkil etadi. Avstraliya yerimizdagi eng qurg'oqchil materik hisoblanadi. Uning hududida Afrikaga nisbatan 5 baravar kam yog'in yog'adi. Bu yerda quruq tropik iqlim tipi hukmronlik qiladi. Okeandan esadigan janubi sharqiy pasatlar tog' yonbag'irlariga yog'in keltiradi. Materikning katta qismi quruq tropik iqlim mintaqasida joylashganligidan daryolar kam. O'zanlari qurib qoladigan daryolar ham mavjud. Ahyon-ahyonda bu yerlarda yomg'ir yog'adi. Yomg'ir suvi yerga singishga ulgurmay, quruq daryo o'zani tomon chopadi. Quruq o'zanga jon kiradi. Suv oqa boshlaydi. Yomg'ir tugagach, daryo ham tez orada qurib qoladi. Avstraliyaning eng katta daryo tizimi Murray va uning yirik irmog'i Darlingdan iborat. Avstraliyada kichik oqmas ko'llar ko'p. Ular o'ta sho'rlangan. Ko'llar ichida eng yirigi Eyre ko'lidir. Materikning cho'l va chalacho'l zonalarida yer osti suvlarining zaxirasi ko'p. Avstraliya materikida 4 ta iqlim mintaqalari qaror topgan. Subekvatorial iqlim mintaqasi materikning 20 gradus janubiy kenglikgacha bo'lgan hududlarni egallaydi. Yozda dekabr-fevral oylarida ekvatorial havo massalari ko'p yog'in keltiradi. 800-2000 mm yomg'ir tushadi. Qishda iyun-avgust oylarida esa tropik havo massalari hukmronlik qiladi va havo quruq bo'lib, yog'in kam yog'adi. Bu mintaqada
O'rtacha havo harorati yozda 24, qishda esa 16-24 daraja issiq. Tropik iqlim mintaqasi katta maydonni egallaydi. Ikkita iqlim tipi shakllangan. Birinchisi quruq tropik iqlim tipi tekislikni egallaydi. Yog'in kam, 100-500 mm. Yillik havo harorati 30-32 daraja issiq. Ikkinchisi nam tropik iqlim mintaqasi. Tinch okean sohilida tarkib topgan. Yog'in ko'p, 2000 mm gacha. Yillik harorati 16 gradusni tashkil etadi. Subtropik iqlim mintaqasi materikning janubiy qismini va Tasmaniya orolining shimoliy sohil bo'ylarini qamrab oladi. Materikda turli tabiat zonalari tarkib topgan. Nam ekvatorial o'rmonlar materikning shimoli-sharqiy sohillarini egallaydi. Daraxtlardan palma, lavr, daraxtsimon paparodniklar, evkaliptlar ko'p uchraydi. Tropik o'rmonlarda xaltali ayiq, koala, lirodum, kenguru, o'rdakburun, yexidna, xaltali iblis yashaydi. Xaltali iblis yirtqich hayvon. Qushlar dunyosi ham rang-barang. Savannalar materikning shimoliy, sharqiy qismlarida katta maydonlarni egallaydi. Savannalarda siyrak o'rmonlar, o't hamda buta o'simliklar mavjud. Bu zonada kenguru, xaltali chumolixo'r ko'p. Bo'yi 1 metr, og'irligi 40 kilogramgacha bo'lgan vombatlar shu yerlarda uchraydi. Cho'l zonasi materikning ichki qismida katta hududlarni egallaydi. Bu zonada efemer o'simliklar bilan birga doimiy yashil butazorlar o'tib bo'lmas changazorlarni hosil qiladi. Zonada gigant kengurular yashaydi. Ular tanasining bo'yi 3 metrga yetib, og'irligi 80 kilogramdan oshadi. Kengurulardan tashqari vombatlar, yexidna, dingo iti, emu tuyaqushi, zaharli ilonlar, mali tovug'i va kemiruvchilar yashaydi. Eng janubdagi subtropik iqlim mintaqasidagi tabiat zonalari hududiy xususiyatga ega. Materikning g'arbiy qismida qattiq bargli o'rmonlar va butalar, janubi sharqida